Oq tushyapti, oqib. Oq tushyapti, oq. Kalchadan qo'rgan mana. Hozir. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum, hurmatli Nolon kanal kuzatuvchilari va drapika ishqibozlari va bizni uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan akalar va ukalar, xudo xolasa bugun maxsus video bo'ladi. Ko'pchilik so'rayapti, menga 220 drapika qilib bering, постоянно don chiqaraman, soatiga 600-700 kilo chiqaraman degan akalarimiz uchun bugun xudo xolasa maxsus video duku, ya'ni yorma holatdan un holatgacha keltirib beradigan dukuyimizni ko'rsatib, to'liq tushuntirib chiqarib beramiz. Xudo xolasa bu aparatimizda hozir bunisida yorma, bunisida kepak holatda chiqarib beramiz. Hozir mana yorma setkasida mana ko'rishingiz mumkin 10 kilo mana donimizni tayyorlab qo'yganmiz. Xudo xolasa vaqtga qo'yib, sekundamini qo'yib ko'rsatib chiqarib beramiz. Xo'p, dukuyimizni to'liq tushuntiradigan bo'lsak, tepasiga mana 25-30 kilo bemalol sig'adi. Ko'rishingiz mumkin mana. Xo'p, yana komplektda 4 xil setkasi bor mana. Bitta o'zida 8 lik qo'yib qo'yilgan eng katta yorma setkasi. Bundan ozgina kichikroq bor 6 lik. Hop, 5 ligi bor, bu ham yormaga. Eng maydasi mana kepak 10 darajasiga yetkazib beradi mana. Hop. Bunda aytdik yorma setkada. Bunda eng mayda 1,5 setkada chiqarib ko'rsatib beramiz. Hop, bu dukularimiz hozirda o'sha 4 klava 3 megaobort alyuminligi bor, 4 klava 3 megaobort misligi bor. Agar kimdadir uyida tok pastroq bo'ladigan bo'lsa, alyuminligini tavsiya qilamiz. Agar to'ki 200 dan baland bo'ladigan bo'lsa, misni tavsiya qilamiz. Alyuminli motorimiz 170, 180 tokka ham bemalol ishlaveradi. Xudo xolasa hozir to'liq chiqarib ko'rsatib beramiz. Keyin narx-navolarni ham xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsanglar, narx-navoni ko'rsatib tushuntirib, xudo xolasa dastlabki jarayonlarni ham tushuntiramiz. Qani xudo xolasa ko'rsatib qo'yaylik mana 10 kilo don. Hozir shunda 10 kilo donni qancha vaqtda chiqarishni ko'rsatib beramiz. Qani mana Bismillahirrohmanirrohim. Ichiga to'kib olamiz mana. Hozir 10 kilo don mana. Keyin bu aparatimizdan iltimos qilamiz. Mana hozir voltmetrlarga jihozlangan mana voltmetr, ampermetrni ko'rsatib turadi mana. Mana. Ne suqqanda mana voltmetri, bu yoqda qo'sh yurgizganda ampermetrni ko'rsatib turadi. Qani unda xohlasa vaqtimizni yo'q olamiz, yo'q oldingmi? Qani bismillahirrohmanirrohim. Boshladik mana bismillah. Oq tushyapti, oqib. Oq tushyapti. Kalchadan qo'rgan mana. Hozir. Yetishim mana. Ichida tugadi mana ko'rsatib qo'yamiz. Tugadi. Qancha vaqtda chiqardi? 36 sekundda mana. 40 sekund deganda ham mana hozir hisoblaymiz mana. 40 sekund deganda ham hozir 1 minut deb hisoblaganda ham 1 minutda 10 kilogramm, 10 minutda 100 kilogramm, ya'ni 60 minutda 600 degani. Ya'ni 600-700 kilogramm bemalol soatiga chiqaradi. Endi bu ham uydagi tokiga qarabda, hozir bizda tok yaxshi, maksimal quvvatda ishlatdik. 600-700 ga chiqaradi. O'zi buni yaxshi, ya'ni kuchli tokda ishlash tavsiya qilinadi. Endi xudo xolasa mana bunda bunga ham taylab qo'yganmiz ozroq kepak holatida eng mayda setkasi chiqarib ko'rsatib beramiz. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana voltmetr ko'rsatibdi. 249-50 ko'rsatyapti. Qani boshladik buni ham. Bismillahirrohmanirrohim.
katta katta un holatda bo'lyapti mana. Ko'rishamiz. Mana. Voqea bemalol tepib bersa bo'ladi. Aziz obunachilar, mana videomiz cho'zilib ketmasligi uchun qisqaroq qilyapmiz. Operatorimizni ko'rsatib qo'yaylik. Mana 1,5 setkada chiqqan mana. 1,5 setkada chiqqan mana. Mana. Un kepak, un holatda mana. Mol qo'yga bemalol sulyozga sepib bersa bo'ladi. Bunisi mana yorma holatda. Mana molga, qo'yga atala qilib, shunday qo'ylarga ham bersa bo'ladi. Jo'jalarga ham bersa bo'ladi bemalol mana. Mol qo'y maza qiladi mana. Xudo xolasa mana ko'rsatib berdik. Bu apparatimiz shu yorma holatda 600, 700, 800 gacha chiqarsa bo'ladi. 36 minutda chiqarganda biz 1 minutga moslab hisobladik. Hop. Bu dukularimiz xudo xolasa, hop, aytib o'tdik. 4 kW 3000 oborotligi, aluminligi 3600 ming so'm. Uygacha dastavkasi bepul, olib borib ishlatib berilgandan keyin to'lov qilinadi. To'lovlar naqd pul, karta orqali ham qilsa bo'ladi. Hop, 4 kW 3000 oborot misligi bor, narxi 4 million so'm. Bu ham o'sha aytganimizdek, dastavkasi uygacha bepul, olib borib ishlatib berilgandan keyin to'lov qilinadi. Xudo xolasa, kimgadir shunaqangi dukularimiz va bu yerda mana vakuumli yangi chiqqan apparatimiz, va bu yerda mana universal apparatlarimiz, so'liq urib chiqaradigan va boshqa turdagi mahsulotlar kerak bo'lsa, mana shu raqamlarga aloqaga chiqib, bemalol zakaz bersa bo'ladi. Xudo xolasa, dastavkasi vodiy bo'ylab 3 kun ichida, vodiydan u yog'iga, Sirdaryodan boshlab Xorazmgacha 1 hafta mobaynida yetkazib beramiz, xudo xolasa. Xudo xolasa videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.